va amantum deydi Alloh. Ey, sizlar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nima uchun azoblasin deydi. Ma asobakum min musiba dedi ikkinchi oyatda. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi deydi Alloh. Hozirgi kunda sizga nima yoqmayapti ustingizda turgan? Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Boshingiz kasaldan chiqmayaptimi? Boshingiz qarzdan chiqmayaptimi? Musibat u, to'g'rimi? Xotin itoatsizmi? Farzandlar bir noloyiqmi? Sizga nima yoqmayapti? Qarangda, bu musibat. Shu musibatlarda hammasi o'zingizlar qilgan ish sababli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Yana Alloh ko'p gunohlarni kechirib turaman deydi. Agar seni mana shu dunyo matohi, dunyoning latta-luttasi qalbingni to'ridan joy egallab turgan bo'lsa, sen hali birodar Alloh tarafga qarab yuruvchilardan emassan. Allohga qarab yurayotganlardan bo'lishi uchun unga taslim bo'lasan, uni hamma narsadan afzal deb bilasan, shunda senga yaxshilik keladi, shunda martaba keladi, shunda rohat keladi, shunda osoyishtalik keladi, shunda saodat keladi, shunda omonlik keladi, shunda tavfiq keladi. Alloh hamma narsadan siz uchun ustun. Bir tijoratga kirmoqchisiz, birov bilan muomala qilmoqchisiz, lekin shu ishni qilsangiz katta foyda bor, ammo Alloh norozi bo'ladigan holat. Shunda tanlash kerak. Nimani tanlaysiz? Sen birodar Allohni saqlashi, uni qo'llashiga qachon ega bo'lasan? Qachonki unga bo'yinsunsang, itoat qilsang. Mana Alloh taolo aytayapti. Agar sizlarga otanglar, bolanglar, xotininglar, dunyoviy matohi, dunyo chaqalari sizlar uchun afzal bo'lsa, fatarabbasu, Allohning ishini kutib turinglar deydi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allohu bi amrihi vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Oyatning davomi. U holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turinglar. Hamma narsadan Alloh sevimli bo'ladi, ine baraka topasan. Hamma narsadan Allohni ustun deb bilasan, keyin yaxshilik keladi senga. Nozik haqiqat, musulmon odam dunyoni ishini ham, dinni ishini ham jamlay oladi. Ya'ni dinini mahkam ushlagan holda dunyo ishlarini qiladi. Dunyoni ham tashlamaydi, dinni ham tashlamaydi. Iloji bormi bu narsani? Iloji bor. Mana shu narsa lekin komil islom bo'ladi, birodarlar. Osonda bir yo'la tijoratga kirib ketib, ibodat bilan ovora bo'lmaslik yoki bir yo'la ibodatga kirib ketib turib, dunyoda tashlab qo'yishlik. Bu oson. Qiyini qaysi? Qiyin ikkalasini